xuddi shu holat. Bunday qilsa bo'ladi, fonmi aka. Choklariga tirqlashlarni. Ya'ni Instagramda ko'rgan ekanlar, o'zlariga mana birinchi eshik ko'rsatib beradi. Shalta bo'lib yotadi, ko'rdingizmi? Mana choklari yetib borsangiz, g'irsillashlar ovozini yo'qotadi. Böyle. Keyin bitta marlida o'ziga olgandan keyin yaxshilab artib olasiz. O'zim natib yo'q bo'ladi. Zo'r chiqdi-yu, salonda qo'yib qoldi-yu. Ma'qul bo'ldimi? Juda chiroyli. Buni atib olmasangiz, bunday ko'proq atmasdan yumshadi. O'ziga chang olaydi. Ha, Artib olsangiz chang olmaydi. baraka toping. Qani? Yangi bo'lib qoldi. Ma'qul bo'ldimi? Qolgan 4 eshingizni ham o'sha to'shdan qilib mana bu qarang, maklar o'xshayotganini ushlab turing, tashitdan ko'rsataman. Bu boshlab turishlar sirrida aka. Boshlab turishlar haftaga. Endi ko'ring. Beringda. Oh, Chiqish solamiz. Chotki. Xo'p, juda ko'pchilik so'rovda siz ko'rgan videoda F1 bo'ladi. Bitta kirib mana shu videoda bitta screenshot olasizlarmi, rasmga olasizlarmi, bitta ko'rsatsanglar. Akamiz ham Instagramda ko'rgan ekanlar. juda foydali ekan. Foydali. Ancha uzoqqa yetadi. Bu aynada qirog'iga rezinkalarga selsalang ham bo'laveradi. Bunaqa joylarga selforsalang ham bo'laveradi. Eshik yopishlar zo'r bo'lib qoladi. Bu yumshatadi-da. Hammaga rahmat. Ma'lumotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, yaqinlarga tezda jo'natib qo'yasiz.